Şu oldum geldim ulan mal setip könep kalganım bu ben kılalamım mı yani dep kanda bulayım dep. Bu Qasım yakamaz ketsa kendinden chiqib telefon qilib boqay ketib qolmasin. Ha, aka, sizni saqlatib qo'ydimmi? Ya ish qilsa yo'q bugun men shu xushalliqni topsaklam chiqibdim ha. Kelsa aka. O'yinimda bu xushalliqni topsak xushalliq degandek bak varanchiroqni topsak chiqib qoldimmi ya men. Aka shu bizning mana shirkatga bolaning davomli biz bitta tug'ilgan kunlarini, yaxshi muhim xotir kunlarini birga o'tkazib turdik. Ba'zida ish kuchi odamligini birlashtirib o'tkazib turamiz. Ba'zida işte ayrim-ayrim qilib turamiz. Men bola bizning shirkatning setish bo'limining direktori edi. Bu bola uning Urumchidan kelib turib qilyotdi biz xizmatni. Shunga ham deylik tug'ilgan kun, işte bir muhim kunlar odam bir xil g'iribsinib qoladi. Shunga bir men bolalar bilan yig'ilib, mana shu bolaga bir oilaning mehrini his qildirib berayli deb shu faoliyatni qilgan dal shunga ulguriblam keliblar. Biroq muhim ishlar bilan kelganmi aka? Yaxshi qiliblar. Ha, biz o'rli ish bilan kelgandim ukam. Öyle qilib o'tgandim yerin sahnim bir turning gapini qilyapti. Shu turni bir to'liq tushunib bergarchanda bir qo'limdan kasib o'shni bir qilib boqay deb shuningdan bir maslahat so'ray deb chiqqandim taqsirdan. Bek obdan bo'libdi aka. Men bu turga bek chiq mablag' silyaptim desa, uning ustiga biz buni bek cho'ng jadvalda ishlab chiqargan mahsulot desa bu. Ondan keyin bu yil har bir oilaning ehtiyoji va buni anglaganligidan vujudga numda yaxshi dedi. Men buni necha daraja qilib etmagan. Butun rayondan 15 butun Shinjon 15 yaglan bosh qilib elib, ondan keyin o'g'li bir o'zining o'zi bir daraja tuvan bir baliq taqasa bir ondan odamga. O'g'laniki o'ymay taqason deb menda bir plan tuzgan buning. Buni anglaganligidan voy planlarimi bek yaxshi lekin bek yaxshi mahsulot ishlab chiqariblar deb xo'shilib ketgan. Kallarda o'tgan bo'z xo'sh oldu. Ma'zur tijoratdan taz ip yo'q. Hamma damilik nimish qilsam bo'ladi. Ma mahsulot hamda ham ma mahsulot ham to'rda, ham amaliy bozorga, uning naq maydon tajribasini aqlab ishlab bergan oldu. Xaridorlarcha hozir nimaga ishonishni, nimani rost ekanligini bilmaydi-da. So'ng ma'nodan naq maydon sinaq ishlab, naq maydon tajriba qilib, o'zining ko'zi bilan shu ko'rgandan keyin zot 100 uning buning ba'zi yerda qimmat emas desa, chiqib butun oilaning bir ehtiyoji bu. Endi biz haqiqatan bir katta bir yaxshi qilgan bo'lamiz ma turda. Shunga buning ham qiziqayotganlar bek chiqdi aka. Bular bek yaxshi qiliblar. Achim o'sha do'g'on kechqonlar tang biyav deb biz bir jibodim satqach, amaliy bazadim qatqach, ser qarbo'g'on masqach hamma jihatdan yaxshi mas keldi. Iliqa ham to'g'ri, ham amaliyni birlashtirib turib. Noit obdan qiliblar, meni sahnim bek obdan tusham deganda menga. Nemis bek yaxshi buniki, men bek yaxshi chiqdi deb. Şu anda bir tepsiyle düşüneydi, sınıf kaçları çiğgente ben özleri haberler var, emili soğukta şu dükkan açıp gönüp kalkardım ticaretçi. Böyle kişine kulağımdan kemmeydi. Şu olduğum geldim, kulağım mal setip gönüp kalkardım, bu ben kılalamım mı yani de kanda bulayım da. Şunu olsa ikilinip kaldım ya, yargından. Yo'q aka ishkilanmasa, buni hammadan qila oladi. Endi biz ham sog'lomlikning ishlarini nurg'un odam sog'lomlik bilimlar o'rganimiz qilolmaydi-ku. Shunga biz ularni alayrim ozuqshunoslikda o'qitimiz emasmi? Lekin ma ishni har qanday odam qila oladi. Men qanday qilishni, qanday setishni, qanday deyishni ham o'zim bir qo'lliq peshon qilib o'rgatib qipirim. Bu jihat qat'iy xotirjam bo'lsa. Qog'inga aka bir mal kelsa, yani bir ko'rib, naq maydon islamam bilan bir tajriba bilan ishlab, uning bu yeziklik akademiyasining shu tasdiqlaridan kelgan bek ish qilib payzimal bu. O'zlarim bildiga qog'inda hamda shu boshda 15 odamni muqim qilsam, mana qog'in planini shu bo'yicha yurgizamiz. Olib qolsam da mening sahnim bo'lgandan keyin ham Islomov meni tasvirlab berishga gap topolmadilar. Qolsam shundan qolgan chog'da bu bek ajoyib yaxshi mahsulot o'xshaydi. Onda bo'lsa bir peshillarni bir yutib, bir qildigan ishni bir deb berib, peshlar ham shu ishni bir qilib baqsam. Bir qilib baqslar lekin qo'shilib qolar rasmiy. Hozir tijoratning eng oldi mushtima. Ma'lum uning ishingdan bir raqobatchisim yo'q qaysa. Birdan bir mahsulot bo'lib mangida. Bo'lak ish qilasiz masalan desak, men hozir bu tijoratning amalini islim bilalar, islim bir yak tijorat jo'g'an ekan, korxona jo'g'an ekan. Bunun da mesela yemek içmek de mesela istaha kim gidecek de mesela istaha hiç çıkanlar işten tuzuk ipi yok. Ben neçe oylanıp şunu olan bir bir özüm çıkıp bir tepsiyle körşap kılay. Desem ben oylandım bek yaxşı kitilgandek turda bu. Onda alıp qapqasa be artıqça to'liq be resmiyet keterlikni be. Mahsulotga aslam gap qilay. Mahsulot baş kelsa qo'limizga, o'sha necha kun ishib kelib qoladi. Mening hozir 21-yil bolamning imtihonimiz var ekan. Muniraxini buda to'liq imtihon berdi.
Memiş küçük aşağıda aldırışılıp kalma. Malkasla ben telefon kılmaya kilip, onguça şu başka rayonlarda hazır çaqılıq çatcan degan taraflarga op buldum. Endi men yangi sağgan birisi hazır pul etipdi, yakangi birisi degandek. Endi neçeylen bek talışıp kılıp da paranglışıp atqanlar jiq. Endi oğlum şunda işkilenidi-ço. Şoň men mi dedim, men to'liq o'ylanıp, kallandan ötkizip qılanglar dep. Şuna oxşar bu bilik asallam juğrup çıkıp kaldığa iş emas. Oğlum hem de müşini qıyğandan keyin bütün zihni bilen qımız bolmaydı dese. Neçe on yıl müşünün neni yep qalıdan demedim. Şoňa annem qıyğandan boldu men malka ýantlam gep qılayak aslyga. Dime? Maqul. Unda alıp qalsa be. Malkagan çadlam tursa ve şoň gap qılybaslara ýa-ki men qapqaz merin saqnymy bolgan diken. Qawyny beribaslara. Maqul aka, maqul. Bizlam çıqamat çıqapan diken be. Ügünde gaýşly bolsa be ügünde. Müştan olan bir başlap hem de bir. Ongacha bizning ma qavziyatga bir mahsulotimiz chiqqan-da aka. Aşı neçe yıllık qavziyat olsa, işin sümeydi, qo'sqini ag'ritmaydi, qaysi shunda rahat keltirdi. Endi bütün kasalning onasi qavziyat emasmi? Shu. Mush mahsulot lazım tüycan qilib qiyg'ashtirala ya. Bu yerdan keyin bikaz jumek. Jima? Mahsulot vetishanga. Adrenalin de baş olgan diken bu. Abu Qasim yaqinmashga ketsa, keyindan chiqib telefon qilib boqay, ketib qolmasin.